Xo'sh, yaxshi, eshikni qulflab olamiz va birdaniga ishga chiqib ketaveramiz. Xo'sh, avtobus o'z joyida turibdi va sizlar bilan albatta salomlashish kerak. Hammaga salom, sizlar bilan Maestro Mik va yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda biz o'zimizda ishlarimiz bor va bizga shaxsiy avtobuschi maqomini berishgan va menga boss aytganki, sen 4 ta bolani sen o'sha qurilish remont qilish kerak bo'lgan joyga borasan, o'sha yerni ular tozalab keladi deyishdi. Atak xo'p dedim. Albatta hozir biz mana avtobusimizni kalit orqali ochib olamiz va birdaniga rulga o'tirib olamiz. Просто wow. Podpisklar ko'rishinglar mumkin. Biz avtobusimiz juda ham zo'r ekan. Albatta videoga like bosib, nima desa bo'ladi? Kommentariyaga Estromek zila yozamiz albatta. Estromek zila bas, balkim olg'ucha qoldiringlar yoki bo'ldi. Topdim obunachilar. Kommentariyaga nima yozinglar? Birinchi biz xuvona yo'lda aynalib to'g'rilab metga qo'yishimiz kerak. Kommentariyaga nima deb yozishlarni topdim. Bitta avtobusga qo'shsak 2 ta avtobus nechta bo'ladi? Bitta avtobusga qo'shamiz 2 ta avtobus necha bo'ladi? Shuni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Bizda shuncha nechta avtobus bo'lishini bila olamiz va keyingi videolarda biz balkim o'shancha avtobus xarid qilib olarmiz yoki o'shancha avtobus xarid qilib, biz o'zimizga bitta servis ochib, biz arendaga avtobuslarda berib tak biznes qilishimiz mumkin. Может tak kutsa bo'ladi. Xo'sh, kelasizku mana bu yerdan mundoqasiga aynaltirib, ana u ostanovkaga to'xtaymiz va bizda sirazi ozgina kutib tursak, talabalar chiqishi kerak bizning vaqtimizga qarab, chunki men atayin muddatidan oldin vaqtliroq chiqdim va mana shunday aynalib kelishga vaqt bo'lishi uchun aytishing mumkin, orqaga yurib shunday to'g'rilab qo'ysang bo'lardi-yu deyishinglar mumkin, lekin menga shunchaki mashinani qizdirib olish kerak, shuning uchun aynalib olib kelyapman. Tushunasizlar degan umiddaman. Ну хорошо, let's go. Mana bu yerda gaz, metan xo'sh bormikan? Bor ekan, keyinchalik quyib olamiz. Yo, mana bu yerga yurib borishimizga ozgina qoldi. Albatta bunga biz ozgina kichik xatolar bo'lib turadi. Nuqatiya mana kelib oldi. Podpisklar Minecraft tushunasizlarmi? Boshim 740 gradusga olib ketdi-yu. Xo'sh, nima? What the fuck? Bunachilar mana ko'rishinglar mumkin. Biz avtobusimiz ancha-muncha odam sig'adigan chotkisidan. Albatta biz yaqinda chotka avtobus samolyotlarda olamiz. O'zi tez kunda bunachilar mani samolyot minishga chaqirishyapti. 15 daqiqadan so'ng. Bunachilar o'zi mana hozir o'quvchilar chiqib qolish kerak. Xo'sh, mana kelishyapti o'quvchilarimiz. Salom. Bemalol orqaga o'tishingiz mumkin. Salom. Joha YouTuber, men sizni taniyman. Bemalol yumshoq joylardan olishingiz mumkin. Albatta siz ham content qilyapsiz deb o'ylayman. Reddy, men sizni ham taniyman. Chotki YouTubersiz. Yaxshi, okey. Siz ham bemalol yo intervyu kerak emas. Xo'sh, siz ham orqaga o'tib olishingiz mumkin. Urib tashamanglar bunaqa. Давайте bo'lmasam, hozir odamlar orqaga o'tgan bo'lsa, biz sirazi hamma joylashib oldimi? Eshiklarni yopishni boshladim. Albatta, haydang janob. Haydang. Okey, tushunarlik. Unday bo'lsa biz sirazi haydashni boshladik. Let's go. Aylanamiz. Biz avtobus minamiz. Biz avtobuschikmiz. Odamlarni yetkazib qo'yaman. Odamlarni manziliga yetkazaman deb baqiradigan ahmoqlardan emas. Biz yaxshigina avtobuschi. Biz avtobus minish bo'yicha senlar necha yillik optim bo'ldi? Senlar 7 yil optim bor desam ishonmaylar. Chunki men o'zimda ikkinchi, uchinchi marta avtobus minyapman. Menga ham shuna aldab turaman. 7 yil mana ko'rishinglar mumkin. 7 yillik opti bor odam mana shuna bo'laman. Xatoliklar uchun uzr janob talabalar. Hech qisiyo o'rganib ketganmiz. Xo'sh, okey. Mana kelib qoldik. Xo'sh, ozgina qoldi bolajonlar. Hozir manzilingizga yetib borasiz. Pullaringizni tayyorlab turavinglar. Xo'p bo'ladi janob. Xo'sh, okey. Mana bu yerda yaxshi tak. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu magazinmi? Arendaga beriladigan joylar bu yerda juda ko'p. Shu arendaga beriladigan joylarni bittasini bular tozalab arendaga berar ekan. Mana tushunadi 5 to'g'rimi talabalar? Albatta janob, siz topag'on ekansiz. Topag'onman. Xo'sh. Kelinglar mana bu yerdan hozir shunday kesib o'tamiz. Bu yerda svetoforga o'xshash narsa. Yo'q, bu yerdan emas-da, sal-pal to'g'roqdan edi. Yo'q, bu yerdan ham emas. Mana bu mana shu bitmagan kulbachani to'g'rirog'ida bo'lish kerak edi. Tak, mana shu yerlarda bo'lish kerak. Mana shu yer. Xo'sh, to'xtaymiz.
Bolajonlar yetib keldik, bemalol tushishlaring mumkin. Xo'sh, okey, mana kelishyapti. Sizdan $1 bo'ladi janob Jo'xi. Mana olishingiz mumkin. Siz kartadan tashlagansiz, sizni bilaman. Xo'sh, tushishingiz mumkin. Ready, sizdan ham $1 bo'ladi. Nima deyapsiz? Mana $1 sizga. Yo'q, xayr. Xo'sh, yaxshi. Sizdan ham bo'ldi, chek bo'ldi. Okey, let's-go chek berishdi. Xo'sh, bizda bizda okey ketishyapti. Bizda bitta chek bor va bu chek $1.5 ekan. What the fuck, $1.5 nima qilib oldik? Biz foyda qilib oldik. Mayli, bachkani ilishmaymiz. Biz legendarniy O'zbekiston Zila Surqash 70-75 demaymiz. Shunchaki biz number 1 Stromik bomba birosada. Mayli. Xo'sh do'stlar, mana uyga ham kelib oldik va biz bu bizni super mega kamazimiz uchun men bloklar olib oldim. Albatta biz bunga garaj qurishimiz kerak, chunki ko'chada turgisi kelmayapti. Bugun kechqurun ob-havoyimizda yomg'irli kun bo'ladi deb eshitdim. O'zi yaqinda qish kelyapti. Hozir kuz bo'lishiga qaramasdan bizda hali ham yerlari yashil o'tloq. No'xatga podpisчиклар, yaqinda qish keladi va qor yog'ishi mumkin yoki juda ham sovuq bo'ladi. Shuning uchun biz avtobusga garaj qurib qo'yganimiz yaxshi deb o'yladim va men sirazi garaj qurishga, ishga kirishdim. Kelinglar birdaniga ichkariga olib kirib, razmerini olib qo'yib, sirazi qurib ketaveramiz. Unday muammo, problem, balobatlar bo'lmaydi. Xo'sh, okey, chiqib olamiz. Yaxshi podpisчиклар, albatta sizlar kanalimizga obuna bo'linglar, sababi biz tezroq baraka bo'lishimiz kerak. O'zi 700 taga yaqinlab qoldik, lekin biz hali ham baraka bo'lmadik. Podpisчиклар, bu nimasi? Axir baraka bo'lishimiz kerak biz. Nimaga? O'zi ben 4-videoni chiqaryapman, lekin biz hali ham baraka emasmiz. Men juda xafaman. Sizlardan juda ham xafaman. Nima deb turdik? Men olib kelib qo'yapman. Baraka bo'lmay turdik. Men sizlardan juda ham xafaman. Albatta baraka bo'lishimiz kerak. Albatta hozir 99% yoki 98% odam obuna bo'lmasdan ko'ryapti. Shular obuna bo'lsa biz barakadan o'tib ketib, даже 10 ga ham bo'lib ketgan bo'lar edik, lekin bo'lmayapti. Men juda ham xafaman va kontent chiqarishga motivatsiya qolmayapti. Sizlarga kontent chiqarmasam, o'zi sizlar bilasizlar, podpisчиклар, kontent chiqarishimiz kerak. Podpisчиклар, biza kontent chiqarmasak bo'lmaydi. Shuning uchun kontent chiqarishimga motivatsiya bo'lish uchun kanalimizga obuna bo'ling, videoga like bosing. Nimaga videoga like bosamiz, obuna bo'lishni o'zi yetadi-yu desanglar, nima desa bo'ladi? Like bosinglar, videomiz bizga ko'proq rekomendatsiyaga chiqadi va bizni ko'proq odamlar ko'radi va bizga ko'proq odamlar obuna bo'ladi. Men qancha obunachim ko'paygani sari men shunchalik tezroq videolar, даже men sirazi vash ko'p obunachilar qo'shilib ketaversa, men даже har kuni video qo'yishga ham tayyorman. Podpisчиклар, ishoninglar, men вообще kuniga 2 ta ham video qo'yaveraman. Obunachilar oqib kelgan bo'lsa, ishoninglar, podpisчиклар motivatsiyam shunday oshib ketadi. Meni bilmaysizlar, sizlar podpisчиклар, menga kuniga vash ko'p obunachilar kelaversin, men kuniga 2 ta video ham qo'yaveraman. Menga вообще farqi yo'q. Albatta hamma videolarimiz sifati yuqori bo'ladi, chunki biz bilasizlar, 2 ta olishimiz kerak ekanda. Prosodagi biz prostoy videolar olmaymiz, biz sifatli videolardan olamiz. Xo'sh kelinglar, bo'ldi, mana biz tomoni qurishga o'tamiz. Juda ham ko'p gapirib boryapman, oxirgi paytlar bilyapsizlar, bilmayman nimaga ko'p gapiryapman. O'zi ko'p gap kelyapti, men qayerdan bilaman, gapiryapman. Bo'ldi, men nima qilishim kerak? Bilasizlar, eski videolarimda bunday deb qaranglar, hozir o'xshatib beraman. Obunachilar, kanalga obuna bo'linglar. Va mana biz avtobusga tomirni qurmoqdamiz. Avtobusni ham ertaga minib ko'ramiz. Mana shunaqa edi podpisчиклар, вообще men hayron qolyapman. Oldin qanaqa qilib buni sekin gapirib, qanaqadir g'alati ishlar qilganman. Sizlarni nima bu eski kanallarimda, bu albatta yangi kanalim podpisчиклар, bu eski kanallarimda shuna g'alati ishlar bo'lgan. Men bilmayman, tushunmayman, hayronman, bilmayman. Absolut nima ma'nosini bilmasam ham shuni deb qo'yishim kerakmi? O'zbekman, podpisчиклар, endi nima ham deysizlar? Xo'sh, qamayli o'zbekmiz, endi o'zbekchilik qilib turishimiz kerak. Yana kommentariyga hammanglar Jo'ka targ'ib qilyapti, haypajor, toshot deb qolinglar obunachilar. Albatta biz Shohga targ'ib qilmayapmiz. Hatto ko'p videosini ko'rib o'rganim uchun men miyamga o'tirib qo'ygan, bilmayman, hatto obunachilar. Albatta Shohning so'z boyligidan foydalangan holda ozgina gapirib turamiz.
Xo'sh qarindoshlar, mana men tayyor qilib qo'ydim. Beethoven balobattar. Xo'sh, endi bo'lsa biz mana bu jihozlarni siraz mana bu yo'llarga shuni qo'yib tashlasak va biz garajimiz butunlay bitgan bo'ladi. Albatta, nimaga mana bu yerga kichkina eshikcha ham qilib qo'ydingiz desanglar, mana bu yerga keyinchalik kattaroq eshik qo'yamiz, ya'ni garajning eshigidan ochilib yopiladigandan kichkina joyga ham alohida eshik qo'yamiz. Alohida albatta keyingi videolarda ko'rishingiz mumkin. Albatta, Goliat hayot 2 chiqsinmi yoki Zombie Apocalypse 3 chiqsinmi, shuni ham kommentariyga yozib qoldirsangiz men juda ham xursand bo'lgan bo'lar edim. Xo'sh, bo'lmasam biz mana qurib bo'ldik, garajimiz bitta butunlay. Endi bo'lsa kompyuter qo'yish uchun bizda stul yo'q ekan. Hozircha mana bu yer blokdan foydalanib turamiz va keyingi videolarda yangi stul olib, albatta kompyuter tagiga ham qo'yib qo'yamiz. Albatta men bunga harakat qilmayman, aniq sizlarga va'da beraman, mana shunday qilamiz. Xo'sh, okey, bo'lmasam biz tugatib oldik. Okey, let's go. Bo'lmasam sizlar bilan Maestromik bo'lim. Keyingi videogacha xayr. Albatta kommentariyaga Maestromik zo'r deb yozib qoldiramiz. Let's go.